Assalomu alaykum obunachilarimiz. Mana hozir bu safargi mahsulotimiz qo'y qo'ralar. Oldin short videoda bir ikkita variantlarni ko'rsatgandik. Shu haqida ma'lumot bermoqchiman bu safar videolarimizda. Ko'rib turganingizdek, bu yerda har xil o'lchamlari bor. Eni deymiz, hammasini eni bir xil, 1.40 dan. Bo'yi esa shunday o'lchab qo'ya qolaylik. Ba'zi esa ham qolmayapti, 1 metrdan oshiqroq. Keyin yana bir narsaga e'tibor berasizlar, bu yerda asosiy farqi buni uzunligida, ya'ni nechta qo'y sig'ishida. Mana shu misol keltirgan bo'lsam, hozir bu yerda 3 ta qo'ygacha bemalol sig'dirishingiz mumkin. O'rtadagi mana bu bo'lagimiz olinadi. Ya'ni bo'shattirib, bemalol misolcha 2 ta, 3 ta qilib joylab, xohlang alohidadan qilishingiz mumkin, xohlang bitani qo'yib, umumiy ochib qo'yishingiz ham mumkin. Mana bu oldidagi esa yem-ashak uchun moslangan. O'rtada suv qo'yish uchun paqirchalari ham qo'shib beriladi, xudo xolisa. Ya'ni paqir qidirib yurmaysiz bunda. Oldi tomondan ochiladi hammasi. Keyin yana bir narsaga e'tibor berasizlar, qo'y ko'rani ko'p ko'rayotgan bo'lishlari mumkin. Buni afzalliklari nimada? Masalan, aytaylik, shaxsan uyimizga birinchi yasadik. Yasaganimizda nima bo'ldi? Mana shu yerda biz profildan, ya'ni konteynerda profildan ishlatdik. Bu yerda esa uchburchak profil ishlatilgan. Nima farqi bor? Ya'ni o'sha konteynerni, ya'ni xuddi latokka yasalgan profillar bor-da. Bu yerda qo'y bilasiz, ko'proq suzishga moyil. Birinchidan buzib tashlayapti, ikkinchidan o'zining miyasini ham buzib qo'yapti-da. Bir ikkita qo'y shunday bo'ldi. Hozir bunda esa bu profilda qancha suzmasin, avvalo pishiq ishlangan. Ikkinchidan qo'yga shikast yetmaydi. Tagida pollari bilan mana tayyor holatda. Demak, bu yerda hozir bu 3 talisi, mana bu yerda mana 2 taliklari bor. O'lchami aytib o'tib ketib qoladigan bo'lsam, mana bunisi 2,5 metr uzunligi. 1.40 ga 2,5, 3 talisi. Mana bulari esa 1,5 ga 1.40. 2 talisi. Bitta paqir tushadi, 2 ta qo'yga yeyish uchun. Mana bular ham xuddi shunaqa. Endi mana bunisi bor, bu uzunroq, 2 metr. Ya'ni bunga joylagan qo'yingiz erkinroq turadi. Farqi shunda, nargisi bilan. Bu ham xuddi 2 metrlik. Narxiga keladigan bo'lsak, 2 metrliklar, ya'ni uzunligi 2 metr bo'lganlarni 2,3 minggacha olishingiz mumkin. 1,5 metrliklarni 2 millionga, 2,5 metrlisi bor, 3 talisi uni 3 milliongacha olishingiz mumkin. Hozirgi kundagi narxi, agar sezonga chiqqandan keyin yoki bo'lmasa yangi buyurtma qilinadigan bo'lsa, ma'lum bir darajada narx o'ynashi mumkin. Men hozirgi, ya'ni bugungi sana bo'yicha masalan Andijon Namangan trassani yo'ldamiz, Jidakabada manzilimiz. Shu yerda o'zidagi narxni aytib o'tyapman. Kanalda kuzatishda davom etinglar. Xudo xolisa sizlarga kerakli mahsulot metal buyumlardan topishga harakat qilyapmiz. Narxlari haqida ma'lumot berishga harakat qilyapmiz. Lokatsiyalaring agar qulay bo'ladigan bo'lsa, narxlarni ham qulay qilib yetkazamiz. Agar uzoqroq bo'ladigan bo'lsa, bularni ham yig'ishtiriladigan variantlarni xudo xolisa ishlab chiqaryapmiz. Ularni ham tez orada YouTube kanaliga joylaymiz. Bu haqida ham ma'lumot olishingiz mumkin. Obuna bo'lishni unutmang, like bosishni unutmang. Kuzatishda davom eting. Salomat bo'linglar.